أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Ana Allohning fazli va inoyati bilan navbatdagi darsimizni davom ettiryapmiz. Alloh subhanahu va taolo darslarimizni davomli va foydali qilsin. Endi 26-oyatga keladigan bo'lsak, Innalloha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Albatta Alloh subhanahu va taolo biron bir pashsha bo'lsa ham, buni ba'zan chivin deymiz, ba'zan pashsha deymiz. Chivin yoki pashsha bo'lsa ham, yoki undan kichkinaroq yoki undan kattaroq bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha narsalarni misol qilib berishlikdan uyalmaydi. Fa ammal ladina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ammo iymon keltirgan kishilar esa bu misollarning Robblari tarafidan haq bo'lganligini biladilar. Wa ammal ladina kafaru fayaquluna madha aradallohu bihadha mathala. Ammo kofirlarga keladigan bo'lsak, bular Alloh bu misollar bilan nimani iroda qilyapti, nimani xohlayapti, nimani maqsad qilyapti deyshadi. Yudillu bihi kathiran va yahdi bihi kathira. Alloh bu misollar bilan ko'plab insonlarni adashtiradi va ko'plab insonlarni esa hidoyatga erdiradi. Va ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Alloh subhanahu va taolo faqatgina fosiq bo'lganlarnigina adashtiradi deyilyapti. Birinchi bo'lib mufassirlarimiz bu oyatni o'zidan oldingi oyatlar bilan qanday aloqasi bo'lganligini, qanday munosabati bo'lganligini, shu haqida qanday munosabati bo'lganligini ochiqlagan ekanlar, qanday aloqasi bo'lganligini ochiqlagan ekanlar. Qur'oni Karimni barcha oyatlari bir-biriga xuddi zanjir kabi bir-biriga chambarchas bog'lidir. Biron bir mavzu zikr qilingan bo'lsa, biron bir mavzudan keyin mutlaqo buni orasida bir bog'lilik, bir aloqa bordir. Shuning uchun yuqorida aytib o'tgandik, va bashiril ladina amanu va amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bu yerda mu'minlarga berilgan xushxabarni zikr qilinishligi bundan oldingi oyat fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara, ya'ni jahannam oyati zikr qilinishligi sababi edi. Chunki targ'ib va tarhib jihatidan bir-biriga bog'ligi bor edi degandik. Bu yerda esa innalloha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan. Endi bu oyat shunday bir taammul qilmasdan, tafakkur qilmasdan qaralganda xuddi bir-biriga bir bog'i bo'lmaganligi, bir-biri bilan aloqasi bo'lmaganligi ko'riladi. Endi bu haqida At-Tahrir va At-Tanvirda Ibn Ashur shunday degan ekanlar. قد يبدو في بادئ النظر عدم التناسب بين مساق الآيات السالفة ومساق هذه الآية، فبينما كانت الآية السابقة ثناء على هذا الكتاب المبين ووصف حاله المهتدين بهديه والناكبين عن صراطه وبيان إعجازه والتحدي به مع ما تخلل وأعقب ذلك من المواعظ والزواجر النافعة والبيانات البالغة والتمثيلات الرائعة، إذا بالكلام قد جاء بخبر بأن الله تعالى لا يعبأ أن يضرب مثلا بشيء حقير أو غير حقير. Endi bu yerda xulosatul kalam aytayaptiki, bu oyatga tafakkursiz shunday qaralganda, xuddi bu oyat bilan yuqoridagi oyatning orasida biron bir bog' yoki biron bir aloqa bo'lmaganligini ko'radi, deyapti. Tafakkursiz qaraganda. Chunki o'tgan oyatlar birinchi bo'lib Qur'oni Karimni maqtashlik bilan, Qur'oni Karimni bayon qilishlik bilan, undan keyin hidoyatdagi va hidoyatdagi bo'lmagan insonlarni bayon qilishlik bilan va undan keyin Qur'oni Karimni i'jozligini bayon qilib bellashuvga chaqirishlik bilan va natijada ba'zi qaytariqlar, ba'zi amr ma'ruflar bo'lgandan keyin bevosita Alloh subhanahu va taolo, ya'ni biron bir misol keltirishlikdan Alloh albatta charchamaydi deya mana shunday bir oyat boshladi, deyapti. Agar biz shunga shunday qaraydigan bo'lsak, ikkovining orasida yoki shu oyat bilan yuqoridagi oyatlar orasida bir aloqa bo'lmaganligini ko'rishligimiz mumkin. Lekin فحقيق بالناظر عند التأمل أن تظهر له المناسبة لهذا الانتقال. Agar ta'ammul qilgan kishi uchun, tafakkur qilgan kishi uchun mana shu o'tishlikda, mana shu mavzuga o'tishlikda mutlaqo bir munosabat bo'lganligi yuzaga chiqadi, deyapti. ذلك أن الآيات السابقة اشتملت على تحدي البلغاء بأن يأتوا بسورة مثل القرآن. Xulosatul kalam men xulosasini aytib qo'ya qolay. Chunki o'tgan oyatlar arab tiliga mohir bo'lgan kishilarni bir sura olib kelishlik bilan bo'lsa ham
bellashuvga chaqirganda, ular o'sha bir sura olib kelishlikdan ham ojiz bo'lganda, ular Qur'oni Karimni ma'nolariga ta'na qila boshladi. Ya'ni ma'nolarini sayoz deya shunday yo'l tutdilar. Mana shunday sayoz ma'nodagi kalom Allohning kalomi bo'lmaydi demoqchi bo'ldilar. Bu fikrga ular qayerdan keldilar? Chunki Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda shunday deganda: "Innallazina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu." Albatta Allohni qo'yib boshqalariga duo qilingan o ilohlar bir zubob, ya'ni bir chivin yaratishlikka ham qodir emaslar. Agar mana shuni yaratishlikda barchalari jamlansa ham, barchalari to'plansa ham. Qo'ying yaratishlikni va yaslubhumuz zubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu. Agar o'sha zubob, ya'ni chivin ulardan biron narsani oladigan bo'lsa, o'sha olingan narsani ham qutqarib qolishlikka, saqlab qolishlikka qodir emaslar. Mana shu oyat. Undan keyin masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat bayta. Allohni qo'yib boshqalarni do'st tutgan kishilarning hollari, misollari xuddi uy qurgan o'rgamchakning holi kabi deya mana shu oyatlar qachonki tushganda ular aytdiki, qanday qilib Allohga yarashadi chivindan yoki ankabutdan bahs qilyapti deya, undan keyin mana shu Qur'oni Karimni oyatlarini ta'na qila boshladi. Ta'na qilishlikning sababi nima edi? Qur'oni Karim ularni bellashuvga chaqirganda ojiz bo'lishligi edi. Keyin o'sha ta'na qila boshladi. Buni Ibn Abbosdan rivoyat qilingan bu sabab nuzulda yoki Hasan Basriydan ham rivoyat bor. Qachonki Alloh subhanahu va taolo ularga ankabut yoki chivin haqida bahs qilinganda yahudlar kuldilar yoki ba'zilar munofiqlar kuldilar deyishadi. Xulosatul kalom, demakki, yuqoridagi oyatlar bilan bu oyatning orasidagi aloqa shunday aloqa ekanki, ular qachonki bellashuvga chaqirilganda, ular o'sha bellashuvdan ojiz bo'lganda, bular mana shu Alloh subhanahu va taolo qanday qilib chivindan, qanday qilib ankabut, ya'ni o'rgamchakdan bahs qiladi deya Qur'oni Karimni ma'no jihatidan tanqid qila boshladi. Shuning uchun innalloha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha deya Alloh subhanahu va taolo ularga javob berdi. Demakki, oradagi munosabat mana shunday bir munosabat bor ekan. Endi bu oyat bilan yuqoridagi oyatlarni orasidagi munosabatni o'rganganimizdan keyin Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, innalloha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Albatta Alloh subhanahu va taolo bir pashsha bilan bo'lsa ham misol keltirishlikdan uyalmaydi. Mana shu la yastahi ustida mufassirlarimiz to'xtalib o'tgan ekan. At-tahrir va at-tanvirda, ya'ni istihyo, uyalishlik kalimasini shunday ochiqlagan ekan. Faqatgina at-tahrir va at-tanvirda emas, bu ko'plab mufassirlarimiz mana shunday ochiqlagan. Nasafiy tafsiri ham shunday yoki Baydaviy tafsiri ham va boshqa tafsirlari ham mana shunga o'xshash ochiqlamalar qilgan ekan. Istihyo degani aslida uyalishlik degani وهو انقباض النفس من صدور فعل أو تلقيه لاستشعار أنه لا يليق أو لا يحسن في متعارف أمثاله فهو هيئة تعرض للنفس هي من قبيل الانفعال يظهر أثرها على الوجه. خلاصة الكلام aytayaptiki, nafsning biron bir ishni qilishlikda yoki biron narsani qabul qilishlikda loyiqmi o'sha narsa yoki yaxshi bo'ldimi bo'lmadimi deya nafsning mana shu narsani his qilib siqilishidir yoki deylikki biroz o'zi hijolat topishligidir deyapti. Bu ham bo'lsa nafsda, ya'ni inson nafsida paydo bo'ladigan bir tuyg'udir. Buning asari ko'pincha yuzda ma'lum bo'ladi, ya'ni hijolatlik asari. Mana shu hijolatlikka istihyo, ya'ni hayo deyilar ekan. Endi bu istihyo kalimasining ma'nosi mana shunday ekan, ya'ni hijolat ma'nosini ifoda qilar ekan. Bu istihyo kalimasi Alloh subhanahu va taologa isnot qilinadimi, qilinmaydimi deya mana shu haqida mufassirlarimizning ixtiloflari bor ekan. Men ko'rgan tafsirlarni qariyb barchasi mana shu istihyo kalimasini Alloh subhanahu va taologa isnot qilinmaydi. Faqatgina majozan isnot qilinadi, haqiqatan isnot qilinmaydi deyishgan ekan. Shu sababli oyatni yoki bu kalimani ma'nosi haqida olimlarimizning mana shunday fikrlari bor ekan. Tabariy tafsirida yaxsha ma'nosini bergan ekan. Ya'ni innalloha la yaxsha an yadriba. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo biron bir misol keltirishlikdan qo'rqmaydi. Ya'ni bu yerda o'sha yaxsha kalimasi ham Alloh subhanahu va taologa majozan isnot qilinadi, haqiqatan isnot qilinmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taologa biron bir qo'rquv isnot qilinmaydi. Va ba'zi mufassirlarimiz esa, jumladan Nasafiy tafsirida, Baydaviy tafsirida, Faxriddin Roziyning tafsirida, Qurtubiy tafsirida va Tabariy tafsirida yatruku ma'nosini ham berishgan ekan.
Ya'ni albatta Alloh subhanahu va taolo biron bir pashsha bo'lsin yoki undan kattaroq yoki undan kichkinaroq bo'lsin, biron bir misol keltirishlikni tark qilmaydi deya mana shunday bir yatruku ma'nosini berishgan ekan. Endi buni ochiqlamasi, buni bayoni Faxriddin Roziyning tafsirida juda uzun bir uslubda bayon qilingan. Xohlaganlar ochib o'qisa bo'ladi. Ba'zilar esa, bu ham Nasafiy tafsirida kelyapti, muqobil bo'lishlik uchun o'sha muqobil jihatidan ba'zan Alloh taolaga isnod qilinadi. Masalan, deylikki, nasulloha va nasihum. Ular Allohni unutdi, Alloh ham ularni unutdi. Ya'ni unutishlik Alloh subhanahu va taologa isnod qilinmaydi, lekin o'shalarning so'ziga muqobilan, o'shalarning so'ziga qarshilik bo'lsin deya nasiya kalimasi ishlatildi. Bu yerda ham mushriklar yoki yahudlar aytishdiki, Alloh taolo uyalmaydimi kichkina narsalarni misol keltirishlikdan deganda, innalloha la yastahi, uyalmaydi kalimasini zikr qildi deya ularga qarshilik jihatidan mana shu kalima zikr qilindi deya shunday deyishgan. Demakki, bu yastahi kalimasi haqida mana shunday fikrlar bor ekan. Lekin ba'zi mufassirlar Alloh subhanahu va taolo madomiki o'ziga mana shuni isnod qilyapti, biz ham bo'lsa mana shuni isnod qilamiz, lekin kayfiyatini biz bilmaymiz deya mana shunday fikr ham berishgan ekan. Bu Ibn Usayminning tafsirida mana shuni ko'rdim. At-Tahrir va Tanvirda esa mana shunday degan ekan. Bu yerda la yastahi deyapti. Bu yerda aslan nafiy bo'lganligi uchun bu yerda biron bir isnod yo'q. Shuning uchun bu masalaga kirishlikni o'zi ham keragi yo'q degan ekan. Innalloha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Alloh subhanahu va taolo bir pashsha bo'lsin yoki undan kichkina yoki undan katta. Shuning uchun fama fawqahaga bu yerda fawqa degani ustida degani, ya'ni kichkinalik jihatidan undan ustida yoki kattalik jihatidan uning ustida bo'lgan narsalar. Shuning uchun mufassirlarimiz bu yerda fawqahaga xohlasin kichkina, xohlasin katta bo'lsin deya shunday ma'no bergan ekan. Ham bu fawqaha faqatgina o'sha ba'udadan, ya'ni pashshadan katta yoki kichkina bo'lganligini bir tarafini bildirmaydi. Xohlasin katta, xohlasin kichkina degan ma'noni berishgan ekan. Endi ba'uda, pashsha, xossatan bu yerda pashshani zikr qilinishligi olimlarimiz, mufassirlarimiz ba'zi fikrlar bildirgan ekan. Aytgan ekanki, o'sha pashshalar kichkinagina iynasi bo'ladi. O'sha iyna bilan insonlarni qonlarini ichishadi. Men buni bir oz qarashtirdim pashshani sifatlari haqida. Haqiqatda pashshani qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloning qudrati yaqqol ko'rinib turar ekan unda. Pashsha nihoyatda kichkina jonli bo'lishligiga qaramasdan, agar biron bir insonni kelib qonini emadigan bo'lsa, uzoqdan insonning badanining qaysi yerida qon borligini bilib kelar ekan. Ya'ni Alloh taolo unga shunday bir sifat bergan ekanki, shu to'g'ri kelib qo'nar ekan, o'sha qo'ngan joyida qon bo'lar ekan, chunki o'shani his qilib kelar ekan. Undan keyin iynasini badanga tiqqandan keyin inson albatta u kichkina iynani tiqilganda his qilmaydi ekan. Va badanda ichiga jildni orasiga bir modda jo'natar ekanki, qonning qatib qolishligini yoki qonni suyultadigan. Keyin o'sha yerda qonni suyultirib turar ekan o'sha modda. Undan keyin pashsha rosa o'sha o'sha yerdagi qonni emib olar ekan. Emib olgandan keyin uchib ketgandan keyin badanni yoki jildni, ya'ni qichitadigan narsa o'sha modda bo'lar ekan. Bularni hammasini, ya'ni bir o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, ya'ni bu faqatgina mana shunday qudratli zot bunday narsani yaratishligi mumkin. Ikkinchi misol, pashshalar aslida oziqa bo'lishlik uchun qon emmaydi ekan. Pashshalar o'sha qonni farzandlari yoki bolalashlik uchun emar ekan. Shuning uchun pashshaning erkaklari qon emmaydi ekan. Faqatgina pashshani urg'ochilari kelib insonning qonini emishar ekan. Endi bu nihoyatda qisqacha ma'lumot. Agar buni yana ham tafsilotli ma'lumot oladigan bo'lsak, pashshalar haqida haqiqatda Allohu akbar deb oladigan darajada sifatlari bor. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Ammo mu'minlarga keladigan bo'lsak, mana shu misollar Robbilari tarafidan haq bo'lganligini bilishadilar. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Ammo kofir bandalarga keladigan bo'lsak, bular hayratda qolib, Alloh subhanahu va taolo bu bilan nimani xohlayapti deyishadi. Endi bu mu'minlar biladilar, kofirlar esa nima iroda qildi deyishligi haqida At-Tahrir va Tanvirda shunday degan ekan. Aslida mana shunday kichkina chivin kabi, pashsha kabi yoki o'rgamchak kabi narsalarni misol keltirishlik kalomning sayozligini bildirmaydi. Chunki ularni o'zlari ulug' sanagan she'rlarida ham bunga o'xshagan narsalar ko'p o'tgan. Bunga misol ham keltiradi Ibn Ashur. Lekin ularning maqsadi
Alloh nimani iroda qilyapti deb so'rashlik emas, balki ularning maqsadi inkor qilishlik edi deydilar. Lekin Mahasin at-Ta'wilda ham mana shunga o'xshash bir narsa aytibdiki, biroz tafsilotli qilib shuni qisqacha o'qiymiz inshaalloh. فالمؤمنون الذين عادتهم الإنصاف والعمل على العدل والتسوية. Mu'minlarki ularning odati insofli bo'lishlik va adolat bilan amal qilishlik va aql ko'zi bilan qarashlik. Biron narsaga aql ko'zi bilan qarashlik deyapti. Biron bir tamsil, biron bir misol eshitganda shubha bo'lmagan Alloh taolodan tushganligini bilishligi deyapti. Chunki iymon keltirishlik aslan insofli insonlar iymon keltiradi. Chunki shu mu'minlarda mana shu insof bo'lar ekan. Mana shu insofi bilan bilar ekanki, mana shular hammasi Alloh taolo tarafidan berilgan haqdir deya bilishar ekan. Ammo kofirlarga keladigan bo'lsak, jaholat balosi ularning aqllarini o'rab olganligi uchun va basiratlarini to'sib qo'yganligi uchun ular aqllarini ishlatmaydilar va shuning uchun ular hayratda qolishadilar. Yoki ular mana shularning haq bo'lganligini bilgan holda riyosat sevgisi yoki dunyo muhabbati ularni insof qilishlikdan to'sib qo'yar ekan. Va inkor qilishlik uchun fayaquluna maza aradallohu bihadha mathala. Ular bu bilan nimani iroda qilyapti deyshar ekan. Fa idza sami'uhu anadu va kafaru. Ya'ni eshitgan vaqtda inot qiladilar, qaysarlik qiladilar va kibrlanadilar deya xulosatul kalom shuni davom ettiryapti. Endi Al-Qur'anu tadabburun va tafakkurun degan bir tafsir kitobida shunday degan ekanki, mu'min kishi agar Allohning amri kelganda taslim bo'ladi. Ammo munofiq yoki kofirga keladigan bo'lsak, Alloh taoloning amriga qarshi keladi. Yana aytgan ekanki, Allohga iymon o'sha mu'min kishining farosatini ziyoda qiladi va mana shu farosat bilan haqni topadi degan ekanlar. Demakki, bu oyatlardan shuni tushunsak bo'ladi ekanki, mu'min bandalar Alloh subhanahu va taoloning amrlariga qalban mutmain bo'lib, o'shanga taslim bo'lar ekan. Kofir bandalar esa, munofiqlar esa Alloh subhanahu va taoloning oyatlariga taslim bo'la olmaydi. Bizning ham qalbimiz Alloh taoloning diniga yoki Qur'oni Karimdagi amriga yoki shariatdagi hukmlarga qalbimiz taslim bo'layotganligini, mana shunga qarshi mutmain bo'layotganligini ko'radigan bo'lsak, xursand bo'lsak bo'lar ekan. Agarki shariatdagi, islom dinidagi hukmlardan qalbimiz rohatsiz bo'layotgan bo'lsa, taslim bo'la olmayotgan bo'lsa, o'sha vaqtda ko'proq Alloh taologa istig'for qilib, hidoyat so'rashligimiz kerak bo'lar ekan. Chunki mu'min bandalar birdan taslim bo'lar ekan. Ammo kofir bandalarga keladigan bo'lsak, bular har doim o'sha Alloh taoloning oyatlariga qarshi kelar ekan. Va bulardan keyin Alloh subhanahu va taolo yudillu bihi kaseeran va yahdi bihi kaseera. Alloh subhanahu va taolo bu misollar bilan ko'plarni adashtirib va ko'plarni hidoyatga boshlaydi. Endi bu Alloh taoloning adashtirishi va Alloh taoloning hidoyatga boshlashligi haqida mufassirlarimizni ko'rishlarini, fikrlarini aytib o'tamiz inshaalloh. Biz aslan bundan oldingi xotamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim oyatida va undan keyingi ba'zi oyatlarda mana shunga o'xshash Alloh subhanahu va taolo adashtiradi yoki Alloh taolo qalbini muhrlab qo'ydi oyatini qanday tushunishlik kerak, mana shuni mufassirlarimizdan, ba'zi tafsirlardan bahs qilib o'tgandik. Bu yerda ham esa mufassirlarimiz Alloh taolo adashtiradi masalasini ochiqlashibdi. Inshaalloh buni qisqacha aytib o'tamiz. Ba'zilar aytishibdiki, bu yudillu bihi kaseeran va yahdi bihi kaseera aslida Alloh taoloning so'zi emasda, mana shu fayaquluna maza aradallohu bihadha mathala yudillu bihi kaseeran va yahdi bihi kaseera. Alloh taolo bu misollar bilan nimani iroda qilyapti ki, bular bilan ko'plab insonlarni adashtiryapti, ko'plab insonlarni hidoyatga boshlayapti. Bu bilan nimani iroda qilyapti deya mana shu yaquluning maqulul qavl bo'lganligini, ya'ni aslida bu o'sha kofirlarning so'zi bo'lganligini aytgan mufassirlarimiz bo'lgan ekan. Va ba'zi boshqa mufassirlarimiz esa yudillu bihi kaseeran va yahdi bihi kaseerani bu kofirlarning so'zi mana shu yerda tugadi-yu, lekin yudillu bihi kaseeran va yahdi bihi kaseera jumlasi aslida Alloh taolo adashtiradi, Alloh taolo hidoyatga erishtiradi ma'nosidan ziyoda xabar ma'nosi bor. Ya'ni bu misollar bilan ko'plab insonlar zalolat topadi, zalolatga ketadi va ko'plab insonlar hidoyat topadi degan ma'no bor deya shunday ma'no berishgan ekan. Nasafiy tafsirida esa yudillu bihi kaseera ma'nosiga shunday degan ekan,
Ya'ni ular zalolatni xohlaydi, Alloh subhanahu va taolo esa ularga o'sha zalolatni yaratadi deya shunday tafsir qilgan ekan. Va ba'zilar esa ularning qilgan amallariga Alloh taolo jazo beradi. Mana shu sababli yudillu bihi kathiran deya mana shunday ma'no bergan ekan. Ibn Qayyum ham o'z tafsirida mana shunga o'xshash ma'no bergan ekan. Mana qarang, fa akhbara annahu aqabahum ala takhallufihim anil imani. Ular iymondan ortda qolganliklari uchun Alloh taolo ularni jazoladi. Xulosatul kalom mana shu oyatlarni olib kelgan ekan. Falamma azaghu azaghallohu qulubahum. Ular qachonki toydilar, Alloh taolo ularning qalblarini toydirdi. Vallohu la yahdil qawmal fasiqin. Undan keyin nasullohu va fanasiyahum. Ular Allohni unutdi va Alloh ham ularni unutdi, ya'ni fajazahum. Ya'ni ularga jazo berdi. Ala nisyanihim lahu. Xulosatul kalom ularni adashishlik o'zlaridan bo'lar ekan, Alloh subhanahu va taolo ularning adashganligiga jazo berar ekan yoki ular xohlagan narsasini Alloh taolo o'shalarga fursat yaratar ekan. Demak, Alloh taolo ko'plab insonlarni adashtiradi va ko'plab insonlarni hidoyatga boshlaydi. Endi bu yerda ko'plab ham bu ikkovida ham ko'plab deyapti. Bu yerdagi ko'plik, ya'ni ikkovida ham mu'minlarda ham kofirlarda ko'plik kelyapti. Mufassirlarimiz aytganki, bu yerdagi ko'plik bir-biriga qiyos qilingan darajada emas, balki ya'ni ham bular ham ikkov bir xil ma'nosini ifoda qilmaydi. Chunki mu'minlar ham o'z ichida ko'plar, kofirlar ham o'z ichida ko'plar. Lekin agar qiyos qiladigan bo'lsak, albatta kofirlar boshqa oyatlarda, boshqa hadislarga qaraydigan bo'lsak, masalan deylikki, Alloh subhanahu va taolo va qalilun min ibadiyash shakur, ya'ni shukr qiluvchi qullarim ozdir. Va in tattabi' akthara man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Agar siz insonlarning ko'piga tobi bo'lsangiz, sizni Allohning yo'lidan adashtiradi. Ya'ni bu yerda ko'plik demak kofirlarda ko'proq bo'ladi. Yoki ba'zi hadislarda keladi, Odam alayhissalom farzandlarini jannatga, jahannamga bo'layotganda 1000 tadan 999 tasi jahannamga, faqatgina bittasi jannatga kirishligini ifoda qilingan hadislar bor. Shu jihatdan agar qiyos qilinadigan bo'lsa, albatta mu'minlardan ko'ra kofirlar ko'p bo'lar ekan. Lekin bu yerdagi mu'minlarning ko'p deya zikr qilinishligi o'z ichida, ya'ni qanchalik oz bo'lsa ham, agar o'z ichida sanaydigan bo'lsak, albatta mu'minlar ham nihoyatda ko'p. Shuning uchun bu yerdagi ko'plikda mufassirlarimiz shunday deya tafsir qilishgan ekan. Va ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Alloh subhanahu va taolo faqatgina fosiq bo'lganlarnigina yo'ldan adashtiradi deya Alloh subhanahu va taolo bizga xabar beryapti. Endi bu oyatda fosiqlar kimlar? Bularni tafsiriga qarab inshaalloh davom etamiz. Aytgan ekanki, Baydoviy tafsirida wal fasiqu fi shar'i al-khariju an amrillahi bi irtikabil kabirati va lahu darajatun thalathun. Fosiq shariatda Allohning amridan chiqqan kishi, ya'ni katta gunohni qilib Allohning amridan chiqqan kishiga fosiq deyilar ekan. Shuning uchun asl ma'nosi, fosiqning lug'atdagi ma'nosi biron bir don o'z qovug'ini ochib chiqqan vaqtda fasaqa deydi ekan. Shuning uchun mana faralarga ham yoki boyagi chichqonlarga ham fosiqa, fusayqa deydi ekan, inidan chiqqanligi uchun. Bu yerdagi fosiqdan maqsad Allohning amridan chiqqan kishiga fosiq deyilar ekan. Walahu darajatun thalathun, buning ham 3 darajasi bor. Al-ula, birinchisi at-taghabi, ya'ni tag'obiy degan aslida ba'zan g'aflatga tushib qilgan degani. Va huwa yartakibaha ahyanan, ya'ni u gunohni ba'zan qiladi, mustaqbihan iyaha, lekin yomon ko'rgan holda, ya'ni o'shani gunoh qilganligini bilgan holda. As-saniyatu, ikkinchisi al-inhimak, ikkinchisi mukkasidan ketishlik, ya'ni gunohga mukkasidan ketgan kishi. Va huwa ya'tada irtikabaha ghayra mubalin laha. U kishiki o'sha gunoh qilayotganda aslo qalbi rohatsiz bo'lmaydi, ya'ni o'rganib qoladi shunga. Bu juda yomoni. Undan ham yomonrog'i bor ekan. As-salisatu al-juhudu va huwa yartakibaha mustawsiban iyaha. Ya'ni juhud, ya'ni inkor qilishlik, kofir. Bu bo'lsa, o'sha gunohni qilganda o'shani to'g'ri qilyapman deb qilar ekan. Mana shu 3 xil bo'lar ekan fosiqlik. Birinchisi, ba'zan qilar ekan, lekin o'shani gunohligini bilib va qalbi rohatsiz bo'lgan holda qilar ekan. Ikkinchisi esa mukkasidan ketar ekan gunohga. U davomli qilib o'sha qalbi rohatsiz bo'lmay qolar ekan, oddiy qolib qolar ekan. Uchinchisi esa shu inkor ma'nosida bo'lar ekan, qilayotgan gunohini to'g'ri deb qilar ekan. Bu odam endi ortiq kofir. Bu oyatda, ya'ni va ma yudillu bihi illa al-fasiqin oyatida ham mana shu 3-sifat, ya'ni 3-toifa qasd qilingan, maqsad qilingan. At-tahrir va tanvirda esa fisqni shunday oshkirlagan ekan. Fisq aslida ham hammasiga ham aytilishligi mumkin, ya'ni kofirlar bo'lsin 3 martaba yuqorida aytilgan, o'shoga ham aytilishi mumkin ekan. Lekin mutlaq o'laroq aytilganda ahli sunnat va jamoat va faqihlarga ko'ra fisq kufr bo'lmagan narsaga aytiladi, ya'ni gunohkorlik degani. Lekin ba'zan esa o'sha yahudlar bo'lsin va boshqalari o'sha fisq kalimasidan iroda tutiladi. O'sha vaqtda u kofirlar aytiladi. Va buni ham deyapti, mana shu ko'rishni ham Ibn Kasir ham va butun barcha mufassirlar mana shu ko'rishni aytishgan deyapti. Va isnadul idlal ila Alloh taala mura'an fihi annahu alladhi makkana ad-dallina min al-kasbi wal ikhtiyari.
Bu yerda yana o'sha dalolat ma'nosiga qaytyapti. Demakki, fosiqlarga Alloh taolo fosiqlarni zalolatda qilishligi, ularga imkon topishligi, imkon berishligi deya shunday tafsir qilgan ekan. 27-oyatga keladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo fosiqlarni sifatlab الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. U fosiqlarki, Allohning ahdini bog'langandan keyin yoki ta'kidlangandan keyin buzadigan kishilar. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. Va bog'lanishi kerak bo'lgan narsalarga Allohning amri bo'lgandan keyin o'sha narsalarni kesadigan yoki uzadigan kishilar. ويفسدون في الأرض va yer yuzida fasod chiqaradigan kishilar ulaika humul xosirun. Mana shulargina xusronda bo'lgan kishilardir deyilyapti. Bu yerda yanquduna ahdallohi min ba'di mithaqihi va yaqta'una. Bu yerda birinchi bo'lib mana shu yanquduna kalimasi yaqta'una kalimasidan farqli o'laroq yanquduna biron narsa bog'langandan keyin o'sha bog'langan narsani yechishlikka yanquduna naqoda yanqudu deyilar ekan. Va yaqta'una esa o'sha biron bir narsa bog'lanishi kerak bo'lgan narsani uzishlikka yoki kesishlikka aytilar ekan. Bu yerdagi ikkovining orasidagi mana shunday farqdan nima ma'no chiqariladi deyiladigan bo'lsa, at-tahrir va at-tanvirda shunday degan ekanlarki, yanquduna kalimasi Allohning ahdini paydarpay buza kelishdi ular degan ekanlar. Va yaqta'una esa o'sha Alloh taolo amr qilgan narsalar, bog'lanishi kerak bo'lgan narsalarni uzdilar ma'nosini ifoda qilgan ekan. Shu ma'noni berishgan ekan. Endi biz bu yerda ahd, Allohning ahdi nima edi va Alloh taolo nimalarga vasl, ya'ni bog'lanish kerak bo'lgan narsalar nima edi? Mana shular haqida mufassirlarimizni bayonlarini inshaalloh o'qib o'tamiz inshaalloh. Birinchi bo'lib Ibn Kasirni tafsiriga qaraymiz va boshqa tafsir mufassirlarni ko'rishlariga qarab o'tamiz inshaalloh. Ibn Kasir aytibdilarki: "Va hadhihi as-sifatu sifatul kuffar." Bu sifatlarki, ya'ni allazina yanquduna ahdallohi min ba'di mithaqihi va yaqta'una ma amarallohu an yusala va yufsiduna fil ard. Mana shu sifatlar kofirlarning sifati. Al-mubayyinatu li sifatil mu'minin. Va mana shu sifatlar mu'minlardagi bo'lgan sifatlarga teskari bo'lgan sifatlardir deb. Ra'd surasida ham kofirlarni ham mu'minlarni sifati zikr qilingan oyatlarni bu yerda keltiribdi. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min robbika al-haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatazakkaru ulul albab. Aytilyaptiki bu oyatda, ya'ni Robbingizdan tushirilgan haqni bilib va o'sha haqni bilmagan insonlar, ko'r bo'lgan insonlar bir xil bo'ladimi? Innama yatazakkaru ulul albab. Albatta aql egalari tafakkur qiladilar, tushunib yetadilar. Endi o'sha aql egalarini sifatlab aytilyaptiki bu yerda allazina yufuna bi ahdillahi va la yanquduna al-mithaq. Shu insonlarki Allohning ahdiga vafo qilgan va Allohning ahdini buzmagan kishilar. Vallazina yasiluna ma amarallohu bihi ay yusala. Alloh taolo bog'lanishni amr qilgan narsalarni bog'lagan kishilar, ya'ni uzmaydigan, buzmaydigan kishilar. Va yakhshawna robbahum va yakhafuna su'al hisab. Robbilaridan qo'rqar va o'sha hisob kunida bo'ladigan hisobning yomonligidan qo'rqadilar deyapti. Endi bularni teskarisi bo'lgan kofirlarni, fosiqlarni sifatiga keladigan bo'lsak, vallazina yanquduna ahdallohi min ba'di mithaqihi. Qarang, yuqorida yufuna bi ahdillahi, Allohning ahdiga vafo qiladilar bor edi. Fosiqlar esa Allohning ahdini buzadigan kishilar. Keyin mu'minlarda vallazina yasiluna ma amarallohu bihi bor edi. Kofirlarda esa va yaqta'una ma amarallohu bihi ay yusala. Mana shu sifatlar bor deyapti. Endi va yufsiduna fil ardi ulaika humul la'natu va lahum su'ud dar. Ya'ni o'sha yomon jahannam bu yerda, o'sha jahannam ular uchun bordir va Allohning la'nati bordir yer yuzida fasod chiqarganlar uchun. Xulosatul kalom bu yerda, ya'ni demakki mu'minlarni sifati bilan kofirlarning sifatining orasidagi zidlikni Ibn Kasir bu yerda bizlarga oyatlar soyasida bayon qilib beribdi. Endi Ibn Kasir rahimahulloh aytayaptilarki: "Va qad ikhtalafa ahli at-tafsir fi ma'na al-ahd alladhi wasafa ha'ula'i al-fasiqina bi naqdihi." Yoki wasifa ha'ula'i al-fasiquna bi naqdihi. Ahli tafsir ixtilof qildilar mana shu ahd haqida, shunday ahdki, o'sha fosiqlar o'shani buzishlik bilan vasflangan bu ahd nima edi? Mana shuni haqida mufassirlarimiz ixtilof qilibdilar. فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسوله ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به. Ba'zi olimlar aytgan ekanki, bu maxluqlarga bo'lgan Allohning vasiyati va ular itoat qilishi kerak bo'lgan narsalarga Allohning amridir va
ma'siyatdan uzoqlashishligi kerak bo'lgan narsalarga Allohning ya'ni qaytarig'idir deyishgan ekan. Buni bo'lsa Allohning kitobida bildirgan mana shu narsalarni va payg'ambarlarning tillarida bildirgan narsalar mana shular haqidagi vasiyatidir degan ekan. Va naqduhum ularning mana shularni buzishligi esa ya'ni mana shu vasiyat bilan amal qilishlikni tark qilishligidir aytgan ekan. Demakki, birinchi ko'rish Allohning maxluqlarga bo'lgan vasiyati ekan. Va qala akharun boshqalari esa, boshqa mufassirlar esa shunday dedilar: bal hiya bu oyatlar fi kuffari ahli kitobi val munafiqina minhum, ya'ni munofiqlar, ya'ni u ahli kitobning kofirlari va o'shalarning munofiqlari haqida degan ekan. Va ahdullohi va Allohning ahdi esa, ular buzgan Allohning ahdi esa o'sha Tavrotda zikr qilingan va mana shu bilan amal qilinishligi kerak bo'lgan ahdlari bor edi, mana shularni buzishligidir dedi. Bu ham nima edi? Tavrotda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqida ma'lumotlar kelganda o'sha ma'lumotlarni bilib insonlarga bayon qilib berishlik kerak edi. Alloh subhanahu va taolo Ali Imron surasida: "Va iz akhadallohu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas." Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ahli kitobdan, ya'ni insonlarga bayon qilib berilishligi kerak bo'lgan narsani olganda, o'sha ahdni buzdilar deyilyapti bu yerda. Vallohu a'lam. Va qala akharun va ba'zilari aytdiki, boshqa olimlar aytishdiki, bu oyatlarda maqsad qilingan narsa barcha kofir, shirk yoki o'sha nifoq ahli hammalari bu yerda qasd qilinyapti, maqsad qilinyapti dedilar. Ularga bo'lgan ahdi esa, Allohning ahdi, ya'ni butun insonlarga bo'lgan ahdi esa Allohning tavhidini joriy qilishlikdir. Nima bilan? Alloh subhanahu va taolo, ya'ni ma wada'a lahum min al-adillati ad-dallati ala rububiyyatihi va rububiyyatiga doir Alloh subhanahu va taoloning o'sha dalillarni maydonga qo'yishligi bilan birga deyapti. Va ahduhu ilayhim fi amrihi va nahyihi. Va ayni vaqtda tavhidida ahdi bo'lganligi kabi o'sha Allohning amr va nahylarida ham ulardan ahd olishligi edi deyapti. Ma ihtajja bihi li rusulihi min al-mu'jizati allati la yaqdiru ahadun min an-nasi ghayruhum an ya'tiya bimithliha ash-shahidati lahum ala sidqihim qalu va naqduhum zalika tarkuhum. Ya'ni bu mo'jizalar bilan rasullar kelgandan keyin shunday mo'jizalar hech kim o'sha mo'jizalarni keltirishlikka qodir bo'lmagan va ayni vaqtda ularning sodiqligiga shohidlik qilgan, guvohlik qilgan o'sha mo'jizalar bilan nahiy va amrlarga hujjat keltirilgandan keyin o'sha nahiy va amrlarni buzishliklari degan ekanlar. Va naqduhum tarkuhum zalika, ya'ni bularni mana shularni buzishligi, mana shularni tark qilishligidir deyilgan. Endi buni ham Muqotil ibn Hayyon shunday degan ekanlar va ayni vaqtda va ilayhi mala Zamakhshari ham mana shu ma'noga moyil bo'lgan ekanlar. Fa innahu qol, bu kishi Zamakhshari shunday degan ekanki: fa in qulta famal muradu bi ahdillahi, Allohning ahdidan maqsad nima deya so'rasang, qultu aytamanki: ma rakkaza fi uqulihim min al-hujjati ala at-tauhid. Tauhidga doir, Allohning yolg'izligiga doir hujjatlar insonlarning aqliga tarkiz qilingandan keyin, qo'yilgandan keyin degan ekan. Demakki, inson bir oz aqli bilan tafakkur qiladigan bo'lsa, Allohning yolg'izligini tushunib yetar ekan. Ka'annahu amrun wassahum bihi wa wathaqahu alayhim wa huwa ma'na qawlihi wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi robbikum qalu bala. Ya'ni ularni o'zlariga shohid qilib, men sizlarning Robbingiz emasmi deganda ular aytdilarki, bala, albatta sen bizning Robbimizsan dedilar. Mana shu yerdagi aql dedi. Endi bu yerda vallohu alam Mawardi tafsirida aytiladiki, qanchalik biz bu o'sha ahdni esdan chiqargan bo'lsak ham, lekin payg'ambarlar yo'li bilan bizga qayta eslatildi. Shuning uchun bu yerda hech qanday uzr qolmagan dedi. Va qala akharun, boshqalar aytishdiki, al-ahdu allazi zakarahu Alloh ta'ala huwa al-ahdu allazi akhadahu alayhim hina akhrajahum min sulbi adama allazi wasafa fi qawlihi. Alloh subhanahu va taolo mana shu so'zida vasf qilganday, ya'ni butun barcha insonlar Odam alayhisalomning sulbida ekan, o'shalardan ahd olingan o'sha misoq, bu yerdagi ahddan maqsad degan ekan. Va iz akhadha robbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum, ya'ni bani odamni o'sha zurriyatlarini ularning sulbidan olganda, va ashhadahum ala anfusihim, o'zlarini shohid qilib, alastu bi robbikum qalu bala shahidna, ya'ni men sizning Robbingiz emasmi deya Alloh subhanahu va taolo so'raydi. Ular aytadiki, albatta sen bizning Robbimizsan deya biz shohid bo'ldik deya shunday deyishadi. Demakki, bu yerdagi ahddan maqsad mana shu ahddir degan ekanlar. Va qala Abu Ja'far ar-Razi, Abu Ja'far ar-Razi shunday degan ekanki, alladina yanquduna ahdallohi min ba'di mithaqihi ila qawlihi al-khasirun, ya'ni o'sha khosirun so'zigacha bo'lgan Allohning ahdini buzadigan kishilar, qala hiya sittu khisalin min al-munafiqin, munofiqlardan bo'lgan 6 ta xislatdir degan ekan. Idza kanat fihim adh-dhahratu 'ala an-nasi azharu hadhihi al-khisal. Agarki o'sha munofiqlarki insonlarga g'alaba qiladigan bo'lsa,
barcha o'sha xislatlarni zohir qilar ekan, ya'ni yuzaga chiqarar ekan. Mana shu 6 ta xislat. Iza haddathu kazabu. Agar gapirsalar yolg'on gapiradilar. Va iza wa'adu akhlafu. Agar va'da bersalar xilof qiladilar. Va iza tuminu khanu. Agar omonat ularga topshirilsa ular xiyonat qiladilar. Va naqadu ahdallohi min ba'di mithaqihi. Allohning ahdini buzadilar. Va qata'u ma amarallohu bihi ayyusala. Alloh subhanahu va taolo bog'lanishini amr qilgan narsalarni uzadilar. Va afsadu fil ardi. Va yer yuzida fasod chiqaradilar. Va iza kanat az-zahratu alayhim. Agar ular mag'lubiyat bo'lsa, azharul xisolat thalatha. Faqatgina 3 ta sifatni ular maydonga yuzaga chiqaradilar. Bu ham bo'lsa iza haddathu kadabu, va iza wa'adu akhlafu, va iza tuminu khanu. Ya'ni gapirsalar yolg'on gapiradi, va'da bersalar xilof qiladi va ularga omonat topshirilsa, ular omonatga xiyonat qilishadi. Demakki, bu yerdagi ahddan maqsad mana shular degan ekan. Endi bu ahd ma'nosida at-tahrir va at-tanvirda ham mana shu narsalar bayon qilingandan keyin aytgan ekanlarki: والصحيح عندي أن المراد بالعهد هو العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل غير مرة من إقامة الدين وتأييد الرسل وألا يسفك بعضهم دماء بعض وأن يؤمنوا بالدين كله وقد ذكرهم القرآن بعهود الله تعالى ونقضهم إياها في غير آية. Menim huzurimda menga ko'ra sahih bo'lgan ko'rish bu yerdagi ahddan maqsad o'sha Bani Isroildan olingan ahd edi. Ulardan nimalar olingandi? Ular o'sha dinni qoyim qilishligi va payg'ambarlarni tasdiq qilishliklari va ba'zisining qonini to'kmasligi va Alloh taoloning diniga barchasiga iymon keltirishliklari, mana shular hammasi bu yerdagi maqsaddir degan ekan menga ko'ra. Lekin yuqoridagi masalalarni ham bu kishi zikr qilib o'tadi. Endi Ibn Jarir at-Tabariyga ko'ra esa, tafsir at-Tabariyda shu zikr qilinadi. Va awlal aqwali indi bis-sawab fi zalika qawlu man qala. Mening huzurimda, ya'ni yuqoridagi fikrlarni, qarashlarni zikr qilib o'tgandan keyin mening huzurimda eng to'g'ri ko'rish mana shu kishining so'zidir, deyapti. Inna hadhihi al-ayat nazalat fi kuffari ahbari al-yahudi alladhina kanu bayna dhahranay mahajiri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hijrat qilgan joyda bo'lgan o'sha ya'ni yahudlarning ruhbonlari edi, deyapti. Va ma qarwa minha min baqaya bani Isroil. Va bani Isroil vakillaridan qolganlari mana shular bu yerda qasd qilinyapti, deyapti. Va man kana ala shirkihi min ahli an-nifaq alladhina qad bayyana qisasahum yoki qasasahum fi ma mada. Va yana o'sha yahudlarga sherik bo'lgan, yuqorida qissalarni zikr qilib o'tgan o'sha ahli kitoblarga sherik bo'lgan munofiqlar bo'lsin va boshqalar bo'lsin, mushriklar bo'lsin, mana shular qasd qilinyapti deya mana shuni tarjih qilgan ekanlar Ibn Jarir at-Tabari rahimahulloh. Demakki bu yerda allazina yanquduna ahdallohi min ba'di mithaqihi, Allohning ahdini buzgan deyilgandan bir necha xil qarashni tafsirlarimizdan qarab o'tdik, ko'rib o'tdik. Bu yerda olingan barcha insonlardan olingan ahd bo'lishi mumkin yoki yahudlardan olingan ahd bo'lishi mumkin yoki munofiqlardan olingan ahd bo'lishi mumkin. Ya'ni xulosatul kalom mana shu fikrlar berilib o'tilgan ekan. Endi bu ulumul Qur'on, ya'ni Qur'on ilmlarida ba'zi qoidalar zikr qilinadi. Aytadiki, al-ibratu bi umumil aya yoki bi umumil lafzi la bi xususis sabab deydi. Ya'ni ibrat lafzning umumidir, o'sha sabab xususiyati emas deydi. Ya'ni biron bir sabab, biron bir oyat, biron narsa haqida tushgan bo'lsa, o'sha sababga qaranishligi bilan birgalikda lekin lafzning umumi olinadi deya shunday qoida zikr qilinadi. Endi va yaqta'una ma amarallohu bihi ayyusala va yufsiduna fil ard. Ya'ni bu yerda Allohning bog'lanishi kerak bo'lgan narsa, Alloh taolo amr qilgan o'sha bog'lanishi kerak bo'lgan narsalar nima narsalar? Endi bunga ham qisqacha tafsirlardan qarab o'tganimizdan keyin inshaalloh darsimizni yakunlaymiz. Yana Ibn Kasirdan ba'zi iboralar o'qiymiz. Va yaqta'una ma amarallohu bihi ayyusala qila al-muradu bihi silatul arham wal qarobat. Ya'ni bu yerdagi bog'lanishi kerak bo'lgan bog'larki, bular o'sha silay rahim va aqrabolik rishtalari degan ekan. Va qila al-muradu a'ammu min zalika fa kullu ma amarallohu bi waslihi va fi'lihi qata'uhu va tarakuhu. Ya'ni bu yerdan maqsad balki bundan ko'ra umumroqdir. Bu ham bo'lsa Alloh taolo amr qilgan har narsani qilishlik va nahiy qilgan har narsadan qaytishlikdir deya shunday degan ekanlar. At-tahrir va at-tanvirda Ibn Ashur ham shunday degan ekanki, bu yerdagi ayyusala qila bir ko'rishga ko'ra ma amarallohu bihi ayyusala huwa qarobatul arham degan ekanlar. Ya'ni bu yerdagi yuqorida Ibn Kasir ham zikr qilganday, Ibn Jarir at-Tabari ham tarjih qilganday qarobatul arham, ya'ni bog'lanish kerak bo'lgan rishtalar bu
og'ayin yoki aqrobo rishtalaridir deya shunday tafsir qilgan ekan. Mana shuni zikr qilgan ekan. وحيث ترجح أن المراد به بعض عمل اليهود فذلك إذا تقاتلوا وأخرجوا كثيرا منهم من ديارهم. Yani xulasatul kalam bu yerda at-tahrir va at-tanvirda ko'proq mana shu oyatlarni yahudiylarga burganligi uchun bu yerda ham o'sha yahudiylarga qarata ba'zi narsalarni zikr qilibdi. Va ikkinchi ko'rishni zikr qilibdi. Va qila al-i'radu an qat'i ma amara Alloh bihi ay yusala huwa muwalatul mu'minin. Yani yoki bog'lanish kerak bo'lgan Allohning amrini kesishliklaridan maqsad bu ham bo'lsa mu'minlar bilan do'stlik qilishlik edi. Ular mana shu mu'minlarga do'stlik qilmadi. Mana shu deganlar bo'libdi. Va qila iqtironul qawli bil amali. Va yana bir ko'rishga ko'ra, ya'ni so'z bilan amalni bir-biriga bog'lashtir degan ekan. Demakki, bu yerdagi bog'lanish kerak bo'lgan narsa so'z bilan amalni yoki til bilan qilinadigan amallarni bir-biriga bog'lashtir degan ekan. Va qila at-tafriqatu baynal anbiya'i fil imani bi ba'din wal kufri bi ba'd. Ya'ni va ba'zilar aytgan ekanki, bu yerdagi ahd shu ediki, biron bir payg'ambarni bir-biridan ayirmaslik edi, lekin ular o'sha payg'ambarlarni bir-biridan ayirdi. Ba'zilariga iymon keltirdi, ba'zilariga iymon keltirmadi. Va mana shu fikrlarni aytib o'tgandan keyin Ibn Ashur aytgan ekanki, va aqulu takmilan li hada. Mana shularni mana shu yuqoridagilarga qo'shimcha o'laroq men shunday deb aytaman degan ekanlar. Inna muradallohi ta'ala mimma shar'a lin-nasi mundu an-nash'ati ila khatmi ar-risalati wahidun. Albatta Alloh subhanahu va taoloning maqsadi to insoniyat yaratilgandan risolat yakunlanguncha bo'lgan maqsadi bir xildir deyapti. Ya'ni Odam alayhisalomdan to payg'ambar sollallohu alayhi vasallamgacha bo'lgan barcha payg'ambarlarning yo'li bir xil edi. Bu ham bo'lsa, va huwa iblag'ul bashari ila al-g'oyati allati khuliqu laha va hifdhu nizami alamihim va dabtu tasarrufatihim fihi ala wajhin la ya'tabiruhu khalalun. Bu ham bo'lsa, barcha bashariyatni yaratilish maqsadidagi g'oyasiga yetishtirishlikdir, ulashtirishlikdir. Va ayni vaqtda dunyo olamidagi nizomini saqlashlikdir. Bir-birlariga zulm qilmasinlar deya. Va dabtu tasarrufatihim fihi. Va o'sha dunyo olamida ularning tasarrufotlarini kontrol yoki boshqaruv tagiga olishlik edi. Ala wajhin la ya'tabiruhu khalalun. Shunday jihatdanki biron bir zarar yoki biron bir nuqsonlik bo'lmasin deya. Va innama ixtalafa ash-shara'i'u. Endi bu yerda shariatlar balki ba'zi jihatdan farqli bo'lishligi mumkin, lekin shuning bilan birgalikda maqsad bir xildir. Bu ham bo'lsa va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Allohga ibodat qilishlik va yer yuzida fasod chiqarmaslik edi. Xulosatul kalom mana shunday fikrlar, mana shunday tafsirlar qilishgan ekan. Va yufsiduna fil ard. Va ularning sifatlari yer yuzida fasod chiqaradilar. Fasod ma'nosini o'tgan darslarimizda aytib o'tgandik, yana qaytmaymiz. Ya'ni xulosatul kalom bu yerda yer yuzining asl holini o'zgartadilar. Ulaika humul khosirun. Mana shulargina xusronda bo'lganlardir, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Qani bu xusron nima degani? Mana shuni qisqacha tafsirlarga qarab inshaalloh darsimizni yakunlaymiz. Ibn Kasirdan khosirun kalimasiga shunday ma'no berilibdi. Va qala Muqatil ibn Hayyan fi qawlihi ulaika humul khosirun fil akhirati. Ya'ni oxiratda xusronda bo'lgan kishilar. Bu vallohu alam Ibn Jarir at-Tabariniy tafsirida o'tadi. Aytiladiki, Alloh subhanahu va taolo barcha insonlarni yaratganda jannatdan ham ular uchun biron bir manzil yaratadi. Qachonki o'shalar dunyoda ma'siyat qilib, o'sha jannatdagi yerlarini yo'qotadi, mana shunga xusron deyiladi deya shunday tafsir qilgan ekan. Va hada kama qala ta'ala ulaika lahumul la'natu va lahum su'ud dar. Qarang, mana shu yerda ham o'shanga o'xshash bir ifoda qilinyapti. Ularki ular uchun la'nat bo'lganlar va ular uchun o'sha yomon dar, ya'ni jahannam diyori bordir. Va qala ad-Dahhak an Ibn Abbas kullu shay'in nasabahu Allohu ila g'ayri ahli al-islam min ismin mithli khosir. Ya'ni har narsaki Alloh subhanahu va taolo ahli islom bo'lmaganlarga nisbat qilgan xosir kabi, masalan, fa innama ya'ni bihi al-kufr. Bu bilan kufrni maqsad qiladi. Va ma nasabahu ila ahli al-islami. Agar mana shunga o'xshash xosir kalimasiga o'xshash narsani ahli islomga nisbat qilinadigan bo'lsa, fa innama ya'ni bihi az-zamb. Bu bilan gunoh maqsad qilinadi debdilar. Endi bu yerda at-tahrir va at-tanvirda yana i'lam anna nuzul hadhihi al-ayat, bilginki deyapti, bu kabi oyatlar qanchalik ahli kitob yoki mushriklar haqida tahdid o'laroq nozil bo'lsa ham, lekin mu'minlarga ham bir mau'iza bo'ladi. Nima uchun? Toki bilsinlar deya, mana shularga, mana shu yomon amallarda ularga sherik bo'lib qolganda, ularga ham mana shu narsalar boshiga kelishligi sababli. Demakki, bu oyatlar qanchalik kofirlar haqida tushgan bo'lsa ham, mu'minlar ham tayaqquzda yoki ogohda bo'lishligi kerak bo'lar ekan. Mu'minlar ham qachonki mana shu
kofirlar yoki mushriklar tushgan joyga tushib qoladigan bo'lsa, mana shu va'idlar ularga ham kelishligi hech gap emas ekan. Va axiru da'vona anil hamdulillahi robbil alamin.